umumiy 520 ta xodim ishlaydi oshxonada. Kimga ovqat pishirasizlar shuncha odam? Samolyotda uchib ketyapti. Bizga ovqat berishadi, ko'rdingmi? Shu ovqatlarni hammasi shu bizani aeroportga oshxona bilan chiqib ketadi odamlarga. Kimdir hayotini o'zgartirishga sababchi bo'ladi, endi bu yerga blogingiz. Odam ko'chib yursa yuravergan. Akam juda ham kamtar ekanlar. Ancha-muncha narsani bilar ekansiz. Ham ozgina borib qo'yadi. Men texnik bilimni YouTube'dan o'rgangan olsa bo'ladi-da. Men o'zim ham YouTube'dan o'rganganman-da. O'zini blogini boshlamoqchi, masalan, food blogini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Sizga qanday bo'ldi aka? Cho'tki yo'q. Yengillangan? Yengil o'tib qanaqa. Soatdagi kech o'tib ketdi. Qancha? Soat 3 bo'ldi. Ertalabga soati kerak deb o'yladim. Yaxshi, ana chizib oldindan planlashtirib olargansiz. Matematika yugura olmasizmi? To'g'ri? Backstage'gami? Cho'tki. Lekin optik вообще zo'r ekan, aka. Bir o'zim ishlamayman qanaqadir. Doim qanaqadir yana komanda topib olaman, qo'shilib olaman. Bir o'zim zerikib qolaman. Sizda ham o'z komanda bor-a? Nimada, misol uchun? Masalan, alohida oshxonangiz, bu yerda ishchilar, komanda degasizda ishchilar. Men faqat komanda boshqaraman-da. Bitta o'zim umuman ishlamayman. Qanaqadir joyga borib, yurg'izib berib, O'zingizni tanishtirib oling. Assalomu alaykum do'stlar. Men Instagramda food blogerman. Chef blogerman. Tajribam 17 yil. 16 yil Akfa kompaniyasida ishladim. Akfa kompaniyasi mana dunyodagi eng birinchi o'rinda turadigan oshpazlik o'qitishida Fransiyada o'qitishdi. Shu do'stlar hozir alohida o'zim biznes ochib, blog yurg'izib, hozir ikkita kafem bor. Ko'rib turgan mana shu oshxonalarni uyimda kontent olish uchun, do'stlar bilan har xil retseptlarni bo'lishish uchun shunaqa oshxona qildim. Akamlar bilan tanishib qoldim. Endi faqat birga ishlaymiz ular bilan. Instagram profilingizga aytib. Instagram profilim Chao Pastry. Mabodoga obuna bo'lib, kontentlarni kuzatib boringlar, chunki bu yerga sifatli kontentlar chiqib boshlaydi. Chunki telefonda emas, kameradan, professional kameradan so'ngga qadar. Oddiy backstage ham mana chiroyli atmosferali bo'lib chiqadi. Lekin detalizatsiyaga gap yo'q. O'gam detalni yomon ishlab qo'yarkanlar. Orqada turgan gullar, rakurs, svet, mana qaranglar. O'z qop-qorong'i soat 3 dagi orqamda quyosh chiqib turibdi. Sizni aeroportda ham ishlaydi deb eshitdim. Men Akfadan bo'shadim, komfort zonaga tushib qoldim. Yaxshi oylik, dangasa bo'lib qoldim. Yo'qdan chiqdimda aeroport proyektini oldim. Aeroport proyektida 180 ta oshpaz ishlaydi. Umumiy 520 ta xodim ishlaydi oshxonada. Oshxonani o'zida 520 ta. Oshxonani o'zida. Kimga ovqat pishirasizlar shuncha odam? Yo'lovchilarga, misol uchun samolyotda uchib ketyapsiz, sizga ovqat berishadi, ko'rdingmi? Shu ovqatlarni hammasi shu bizani aeroportga oshxona bilan chiqib ketadi odamlarga. Hozir butun hamma menyularni etap-etap, ketma-ketlikda o'zgartirib chiqamiz. Bu baribir bir kishining ishi emas, juda ham katta jamoa bor. Tez bo'lmaydi-yu, xudo xolasa qaysidir davlatga uchib ketayotganingizda ovqatlar ancha mazali chiqibdi, oldingiga qaraganda desanglar, xursand bo'lamiz. Instagram blog 300 dan beri yuzyapman dedingiz. Instagramda 3 yil bo'ldi. O'zi oldindan qilardim, qanaqa video olishni bilmasdim. Olib Bu kimni o'qimagansiz? Shu o'zingiz mustaqil o'rganib tajriba qilib qaragan. Videoga olish bo'yichami, ovqat qilish bo'yichami? O'zim Instagram videosi bo'yicha. Yo'q. Instagram bo'yicha o'zimga eng yoqadigan kontentlar bor-ku. O'shalarni baribir ham o'sha kontentlar qanaqa rakursdan o'tdi, o'sha ovqatga svet qaysi joydan tushyapti, quyosh bilan ishlashni o'rgandim, boshqalarni profiliga qarab. Eng zo'r quyosh ekan do'stlar. Mamlakat svetlardan ham ko'ra ancha zo'r. Faqat ovqatda nazar tutganman. Tabiiy yorug'likda ishlash ancha-munchasini qo'ldan kelmaydi. Lekin agar tabiiy yorug'lik qilib olsa, odamning ko'ziga ham tabiiy narsa yoqadi-yu. To'g'ri. Masalan, bu chiroq qo'yishda ham maqsadi shu tabiiyga yaqinroq olib kelishdi.
Chunki bu tomonda deraza ko'rdim. Shuning uchun derazadan soyasini bu tomonga tushirdim. Sal logikaga yaqinroq qilib. Quyoshda ovqatni retseptini olayotganda bitta narsani yaqindan bilib qoldim. Ovqat quyoshda turishi kerak ekan, lekin kamera soyada turishi kerak. Shunaqa. Shunda shuni chiqmaydi, zo'r chiqadi soya tomondan. Kinolarda ham polni soya tomondan olinadi-yu. Bekordan emas. Odam hissiyotni soyada his qiladi. Shunaqa. Fotolaringizni ko'rib, fotograf olgan deb o'yladim, lekin o'zim olgan deganingizni ishonmadim. Zo'r chiqdi. Professional chiqdi. Blogda foydasi bo'lyaptimi? Moddiy tomonlamami yoki status tomonlamami? Moddiy tomonlama foydasi bo'layotganini ko'rdim. Chunki orqadagi xabarlardan reklama olganmiz. Hozir kunduz syomkasini qildik asosan. Samsungdan reklama olish urganda. Qanaqalar darajada? Ya, status uchun o'zi tanilish uchun bilmayman, yoshlikdan endi hammani xarakteri har xil-ku. Bir xil odamni spokойный, menga tegmalaring turadi, men ham misollarga tegmayman deydi. Menda qanaqadir har doim e'tibor markazida bo'lish yoqadi menga. Shuning uchun tinmasdan harakat qilaman. Mana shu narsa sizga motivatsiya beradi. Odamlarni esida qolish uchun har doim o'zimni bilgan narsalarimni odamlarga har doim o'rgatib, maslahatlar berib, bilgan narsalarimni foydali kontent doim topda. O'zini blogini boshlamoqchi, masalan, blogini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Birinchi bo'lib, ko'pchilik kopировать stavit qo'yadi. Kimdandir ko'rgan narsasini xuddi o'shani o'zini nomidan chiqardi. Bu juda ham xato narsa. Birinchi 1 yil bo'lsa ham tajriba orttirish kerak. Nima qilayotganini bilish kerak. Hozir mana shu ikraga borku, mayonez solib turib, aralashtirib ishtaha bilan yesam, mana shu 1 million prosmotr bo'lsa borku, hamma qilib chiqadi-da shuni. Lekin o'zi vaholanki mayonez bilan ikrani aralashtirib bo'lmaydi. Men nima demoqchiman, o'zi tushunmagan narsasi qilish kerak emas-da, okey? To'g'ri. O'rganib, chisti professional bo'lib keyin qilish kerak. Foyda istashdan ko'ra ziyon istayib qolish mumkin-mi sizda? Bir xil juda ko'p narsani biladi, lekin qanaqa qilib boshlashni bilmaydi-da, okey? Zo'r oshpazlar bor, lekin shunaqa zo'r oshpazlar borligini hech kim bilmaydi. Blog yurg'izishda yana zo'r tomoni bor, okey? Qayerdadir ishlayotganda odam zo'r ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin shu zo'r ishlayotganini rahbar bilmasligi mumkin-da. Blog boshlasangiz rahbaringiz обязательно sizni kuzatishni boshlaydi. Qo'lingizdan nimalar kelishini, o'zingizga qanaqa uverenligingizni shu videolar orqali bemalol shu yon atrofdagilarga, rahbarlarga ko'rsatib bera olasiz. Bu eng katta plyus tomoni. O'zi yaqinda shu prodyuser tanishim borda. Mohinroqi gaplashganida aytdi, raspakowka qiladi. Asosan yo'nalish shunaqa. Raspakovka nima? Misol odam o'zi nimalarga qodir. Mana shu narsani yozib chiqadi. Ekspert kelyapti-da, xuddi o'ziga shu nimalarga qodirligini yozib, o'ziga ko'rsatyapti. Xuddi uni terapiya olgandek xursand bo'lib ketyapti. Men zo'r ekanman. Bu nima qilgan? Shaxsiy brend boshlashga qo'rqdim. Men odamlarga qiymat bera olmayman. Men boshlasam mendan ko'ra yaxshiroqlar bor deb yuraverganda. Vaholanki u ham ancha-muncha yashab qo'ygan bu. Chunki qo'lidan ish keladi. Kimdir hayotini o'zgartirishga sababchi bo'ladi endi bu yerga blogingiz. Odam ko'chib yursa yuraverar ekan. Okam juda ham kamtar ekanlar. Ancha-muncha narsani bilar ekansiz desam, ozgina borib qo'yadilar. Sizga kamtarligini yoqib. Men aytolman, o'rgating. Men birinchi o'quvchingiz bo'laman, shogirdingiz bo'laman desam, ozgina borib qo'yadilar. Shunga aka boshlab oling, lekin boshlaymiz hozir. Menga o'xshaganlardan juda ham ko'p. Menda bularning ishlarini o'rganmoqchi bo'lganlar. Xuddi shu har xil ideyalar kelyapti. Misol sohaga noldan kirmoqchi bo'lganlar bor. Keyin sizga o'xshagan o'zining sohasi bor, lekin videograf yo'llab ishlata olmaydi. Videograf yo'llasa, ko'nglidagi narsani chiqarib bera olmaydi. Mana shunaqa narsani oldini olish uchun endi o'ziga ko'pchilik texnika sotib olishga qurb yetadi, lekin ishlatishni bilmaydi. To'g'ri. Mana shu bo'yicha ham kurs ko'rsanmi degan xayollar bor lekin. Hozir bittasi chiqdi, kamerani ishlatish bo'yicha noldan boshlab o'rgatyapti. Men texnik bilimni YouTube'dan o'rgangan olsa bo'ladi-da. Men o'zim ham YouTube'da o'rganganman-da. Mendan nima o'rganish mumkin? Endi men zo'r emasman-ku, lekin shu yoshlikdan turizmdan boshqa rasm chizish boshlaganman. Kadr ko'ra olish qobiliyati qanaqadir bor deb o'ylayman. Texnikani ishlatishni hamma ham o'rganishi mumkin, lekin kadrni ko'ra olmaydi odam. To'g'ri. Qayerda kamchiligi bor, nimadir yetishmayotgan bo'lsa, shuni to'ldirishni bilmaydi. Bu ham bitta qobiliyat do'stlar.
blog boshlashingizga yaqinlaringiz qarshilik qilmaganmi? Masalan, men blog boshlayman desam, uydagilar endi bizdan blogger chiqmaydi deganda gapiradi-da, endi g'alati holatda tuyuladi. Siz bloger emassiz. Tushunishmaydi. Foydali kontent bilan blogda Vine oladi deb o'ylaydi-da, Instagramga kirdi. Ustozsiz. Hozir har bitta qo'yayotgan kontentingiz как ustozdek gapda-yu, okey, sizda. Biz o'zimizni bilganlarimizni sekin-sekin o'rgatyapmiz. Odamlarga foydasi tegyapti. Siz orqangizdan daromad oshadi. Foydangiz ko'p sizda, okey. Sizga unaqa deyishmaganmi? Yo'q, Biroz podдержка deydi. Meni qo'llab-quvvatlashgan. Okey, tanishganimdan xursandman. Rahmat sizga. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Rahmat.